O'zbekistonda 15 yoshli bola uylandi. Ijtimoiy tarmoqda O'zbekistondagi to'ylardan birida 15 yoshli maktab o'quvchisining uylangani aytilgan videolar tarqalmoqda. Sen shunaqa biz ham yuribmiz, yuribmiz. Mana shu yerda charchashlar yo'q, mana shu o'rtada. Bu 15 yosh olsa, men akam 43-yil, hali ham Torg'uzda o'g'il bola, Qonunda qiz bola deb o'ylab yurib. Qishlarda eng mashhur odamman deydi, televizorga chiqqanman deydi, sunnat to'yin diskini ko'rib olib. Anaqa qishlarda mana shu Rossiyaga yetib olmaslik uchun qanaqa ish bo'lsa hammasini qilyapti. Qo'ldan kelgancha anaqa bunda bor narsa akamni. Endi yura olmaymiz-ku ma'ruzalarda qiyomat yaqin birodarlar deysa, biz ham uylanib ulguramizmikin deb u darajada ko'rmang, uylaning aka tishlab olish kerakmi yo'q?